elektroshokerim kerim. Uning kumush shamshiri. Qanday hadding sig'di? Arzimas o'yinchoq ekanmi? Uxlayapman shekilli. Uyg'onay, iltimos tezroq uyg'onay. Xo'sh, hozirgi jasorat qayerga yo'qoldi? Iltimos Buda haykali. Amin, iltimos, alleluya. Yordam bering. Seni narigi dunyoga o'zim yuborganim bo'lsin. O'zing saqlay, Xudoyim. Xiyonatkor. Jinursan. Zot oliylari! Zot oliylari g'oyib bo'libdi. O'rmonni yaxshilab izlab uni topinglar. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Yo'l beringlar. Janob Imoga yo'l beringlar. Ularni o'lgiday yomon ko'raman. O'zini qiroldek tutishiga o'layman. Kotib kim bu lavozimga uylanganidan keyin erisha oldi. Lavozimi kun sayin oshyapti. O'g'lim, muammoni hal qila oldingmi? Keyongidagi oshpazlarga faqatgina bir gapni aytdim. Tirik qolmoqchi bo'lsangiz bu yerdan qochinglar. Baribir bundan umid qilmagandim. Keyongi gubernatori Xon Gyondal o'z ayoli Han to'xtamay qirolga xabar yozishidan qo'rqib o'tirayotgan qariya xolos. Dadajon, barini o'zimga qo'yib bersangiz bo'ladi. Xavotir olmay qani ketdik, dadajon. Ay Xudoyim. U bilan birga yiqildik-ku. Xiyonatkor. Jinursan. To'xta, unga chindan o'q uzishdimi? Voy, chindan. Shoshma. Kim bor? Yordam beringlar. Bu yerda odam jarohat olgan. Hoy yigit. Hoy yigit, ko'zingni och, hoy yigit. Qanday hadding sig'di? Shularni qo'yib turaylik endi, o'zingga kel. Ay, Jinursan. Qon. To'g'ri, birinchi qon ketishini to'xtatish kerak. Qayerdadir malham bor edi. Mana. To'g'ri, senga ko'proq kerak bo'ladi. Telba bo'lsang ham o'lishingga qo'yib bera olmayman. Hech qachon. To'g'ri, tez yordamni chaqirish kerak. Telefonim.